Xitoy İlham To'xtining jiyaniga 10 yil qamoq jazosi berdi. 29 dekabr Qrim xabar agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy İlham To'xtining jiyaniga 10 yillik qamoq jazosi bergan. Xabarda Xitoyning ichki qismida turib Uyg'urlarning haq-huquq da'vosini qilib, vatanni parchalashga urinish tuhmati bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan akademik İlham To'xtining 25 yoshlik jiyaniga 10 yillik qamoq jazosi berganligi. Xitoyning 10 yillik qamoq jazosi berish sababi faqatli uning telefonida İlham To'xtining surati va İlham To'xtiga munosabatlik chet el uchurini saqlaganlikdan bo'lganligi bildirildi. Sharqi Turkistonliklar Xitoy zulmidan Allohga shikoyat qilgan holda yangi yilga qadam qo'ydi. 1 yanvar Hurriyet gazeti xabarida Qaysariyda yashayotgan Sharqi Turkistonliklar duo tilovat hamda Xitoy zulmidan Allohga shikoyat qilgan holda yangi yilga kirdi mavzuli xabar berildi. Xabarda Sharqi Turkiston Madaniyat va hamkorlik jamiyati raisi Seyit Tumturk yangi yilga Sharqi Turkistonda davom qilayotgan Xitoy zulmidan Allohga shikoyat qilgan holda kirganligini, Sharqi Turkiston va dunyoning hamma yerida zulm chekayotgan mazlumlarga Turkiyadan boshqa biror davlatning egi chiqmaganligini, shu sababdan Turkiyaning amilligi shundaqla zulmga qarshi jonlarini pido qilgan shehidlarga 2018-yilda zulmda qolganlarning Allohning iltifoti bilan zulmdan qutulishiga duolar qilganligini bildirdi. Suriyadagi 13 qurolli tashkilot Asadga qarshi birlashdi. 2 yanvar Evrensel to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Turkiyaning chegarasi yandagi Idlib va Laziqiya yezilaridagi 13 qurolli jihodiy tashkilot Asad hokimiyatiga birlikda qarshi urush qilishga qo'shilgan. Xabarda Suriyaning shimolidagi Asad hokimiyatiga qarshi birlik saf tuzgan qurolli jihodiy tashkilotlarning Hay'atu Tahrir Sham, Erkin Idlib qo'shuni, Jundul Izza, Turkiston Islom partiyasi, Jayshun Nasr, Jundul Malahim, Ahrarush Sham, Nuriddin Zangi harakati, Jayshul Ahrar, Jayshun Naqaba, Jayshus Sani, Faylaqush Sham qatorliq qurolli tashkilotlar ekanligi bildirildi. Xitoy bilan Pokiston savdo ishlarida Xitoy puli ishlatishga kelishdi. 2 yanvar New York vaqt gazeti xabarida bildirilishicha, Xitoy Markaziy bankisi bilan Pokiston Davlat bankisi umumyuzlik siyosat va tadbir qo'llanib, import va eksport va pul muomala sohasida Xitoy pulini ishlatishga kafolat qilmoqchi bo'lgan. Xabarda Pokiston Ichki ishlar ministri Ahsan Iqbalmo Pokiston hukumati savdo sohasida Xitoy pulini Amerika dollarining o'rniga dastishni o'ylashganligini bildirdi. Xabarda 2017-yil 11-oyning 21-kuni ikki taraf imzolagan Xitoy-Pokiston iqtisod koridori uzoq muddatlik plani boshlangandan keyingi masalaning biri bo'lgan Xitoy pulini Amerika dollarining o'rniga dastitish ustida izlanayotganligini, Xitoy puli Pokistonning manfaatiga daxli qilmaydiganligi bildirildi. Irondagi namoyishda hozirgacha 28 odam o'ldi. 3 yanvar Qrim xabar agentligi bergan xabarda bildirilishicha, Eronning Mashhad shahrida boshlanib, hozirgacha davomlashayotgan namoyishda hozirgacha 28 kishi o'ldi. Namoyish borgan sari kengayib, Tehrondala 450 kishi qo'lga olindi. Namoyishchilarga qarshi hukumatni qo'llaydigan bir bo'lik kishilar ko'chaga chiqib, hukumatni qo'llaydiganligini bildirib, namoyish qilmoqda.